TCL brendidan mini LED so'ragan mijozlarimiz uchun 55 talik QLED matritsaga ega bo'lgan QD mini LED televizoridan olib keltirib qo'ydik va ovoz sistemalariga e'tibor berasizlar. Bank & Olufsen kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va 144 Hz bo'ladi va hozir men sizlarga to'liq ma'lumot va video oxiri narxlarini chegirma narxlarda qilib beraman. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. TCL brendiga tegishli bo'lgan 55 talik C7K 144 Hz QD mini LED modelini siz mijozlarimiz uchun chegirma narxlarda qilib beramiz va men hozir sizlarga to'liq ma'lumot va narxlarini video oxirida aytaman. Ushbu televizorimiz 4K, ya'ni 3840 x 2160p bo'ladi. Yorug'lik darajasi HDR 2600 nit bo'ladi. Matritsasi QLED, podsvetkasi esa mini LED, ya'ni QLED ranglar gammasini yuqori darajasini ta'minlab va shu bilan birga ekran yorug'ligini maksimal darajaga yetkazib beradi va bu texnologiya kelajak televizorlar texnologiyasi hisoblanadi. Va bunda siz 4 ta narsaga ega bo'lishingiz mumkin, ya'ni eng yuqori darajaga yorug'lik darajasi, yuqori kontrast, keng ranglar gammasi va uzoq yil xizmat qilish kabi texnologiyalarga ega bo'lasiz. Va C7K modelllarimizdagi mini LED texnologiyasi boshqa mini LEDlarga qaraganda 35% yorqinroq va 10% ga energiya tejamkor bo'ladi. Va IPQ protsessori SDR va HDR signallarini optimizatsiya qilib, sizga kontrastni yaxshilab, yorug' va qorong'u joylardagi detallarni tiniq qilib yetkazib beradi. Va maksimal aniqlik, suvashishlikni oldini oladi. 23 bit ikki taraflama texnologiyasi bo'lsa, yorug'likni aniq qayta ishlab, ranglar temperaturasini sizga aniq yetkazib beradi. HVA ekran texnologiyasi 700 ga 1 bo'lib, oddiy televizorlarda esa 1200 ga 1 bo'ladi va sizga haqiqiy qora svetni ta'minlab beradi. Crystal Glow HVA ekran kontrastini 5 barobargacha kuchaytirib, ekranga tushayotgan yorug'likni kamaytirib beradi. Protsessori IPQ Pro o'zida ko'plab sun'iy intellektlarga asoslangan texnologiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bular AI kontrast, AI svet, AI chotkis, AI движение, AI HDR va AI scena kabi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Va ushbu TCL televizorlarda TAV sertifikatini olgan bo'lib, MEMC texnologiyasi bilan ko'zlarni toliqtirmaydi, harakat davomidagi qotishlarni oldini oladi va quyidagi sertifikatlarni ham qo'lga kiritgan. Va asosiysi, audio sistemasi 1925-yilda asos solingan Bank & Olufsen tomonidan taqdim qilingan va bu sizga premium darajadagi ovozni tiniq va aniq yetkazib beradi. Har bir ovoz dinamikalari high-end texnologiyasi bilan jihozlangan. O'yin ishqibozlar uchun Game Master texnologiyasi bor. 144 Hz ekran bo'lsa, maksimal darajada o'yindan zavq olishni ta'minlab beradi. Va ushbu televizorlarimizga TCL brend tomonidan ofitsialniy 2 yil kafolat beriladi va pultlarga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa голосовой управленияli va raqamli ikkita pultlari bo'ladi. Va narxini siz mijozlarimiz uchun TCL brendidan 55 talik 144 Hz QLED matritsali va asosiysi QD mini LED bo'lgan televizorimizni siz mijozlarimiz uchun chegirma narxda $720 8.850 ming so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqa premium segmentdagi televizorlar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang va yaqinlarga jo'natib qo'ying. Since time began, man has gazed at the stars and he has wondered, am I alone? So much talk of AI and big tech today. Virtual worlds, what are they going to look like when we get there? Well, folks, we're not going there. They are coming here. I would like you to meet Ares, the ultimate soldier. He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent. And if he is struck down on the battlefield,